Hozirgi darsimiz pasport hamda ID kartalarni chiqarish haqida bo'ladi. Sizlarga shu pasport va ID kartani pechat berishda bir necha yo'llar haqida tushuntirib o'taman. Bu orqali siz masalan o'sha hujjatlarni ancha tez va sifatli chiqarasiz. Birinchi o'rinda mana dastur ochiq turibdi. Tabni bosib menyu tayyorlamoqchi narsalar. Mana bu yerda ham ID karta turibdi, ham pasport turibdi. Shularni chiqarishni boshlaymiz. Birinchi o'rinda pasport tashlab olamiz. Pasport qanday chiqariladi desangiz, pasportni birinchi o'rinda masalan F7 ni bitta bosingda, S2 bosib, yarim oy bilan kesib oling birinchi ikkalasini. Mana kesildi. Keyin pasportni yuzi tarafi qaysi bo'lsa, odam o'sha mijoz rasmi qaysi bo'lsa, mana shu tarafiga F7 enter bossalar faqat esingizdan chiqmasin, dasturda o'sha ikkita rasmdan boshqasi bo'lmasligi kerak. F7 ni bosaman, enter bosaman. Mana. Okta bosdim. Bu yerda mana qarang, Photoshopda bironta ham rasm qolmadi. Birdan avtomatik PDF qo'yildi. Birdan pechat bersangiz bo'ladi. Xohlang, mana rasmi bilan uchotini mana yonma-yon holatda pechat bersangiz bo'ladi yoki men PDF qilib bergan. Mana oldin rasm tarafini chiqarasiz, qog'ozni aylantirib, orqa tarafini chiqarasiz. Agar printer ikki taraf chiqarayotgan bo'lsa, birdan nastroyga ikki tomonga qo'yib chiqarsangiz ham bo'ladi. Tayyor qilib beraman. Unaqa bosh og'riq ham. Agar klientga elektron kerak bo'lsa, PC tempda shu oyda bugungi sana ochasiz mana. Bu yerda qarang. Mana har bir отдельно mana yuzi bu keyin ikkalasi birgaligi JPEG formatligi bor. Mana PDF o'tsak, mana bu yerda ham tayyor. Bitta mana oldi va orqasi bitta PDF bo'lgan. Ikkalasi yonma-yon bitta PDF bo'lgan. Tashlab berasiz hammasini shu turishi. Iloji boricha PDF ni tashlab bering, u chiqarish oson bo'ladi. Dastur shuni pechat bersa bo'ladi. Tashlab berasiz, u chiqarib olaveramiz mijoz xohlagan joyda. Telegramda. Endi ID kartaga kelsak, ID karta qanday chiqariladi desa, bizlar to'g'risini aytamiz. Mana biz ishxonamizga klient kelsa, ID kartani ham shuni F7 ni bosib chiqaramiz, lekin F7 ni bosib chiqargan paytimizda mana ko'rsatay. Shuni bosamiz. Mana F7 ni shuni bitta bosib qo'yamiz bo'ldi. O'zi bu yog'ini avtomatik razmer oladi, yetmagan joy oq bo'lib chiqaveradi ID kartada ham. Xuddi shunday pasportda bo'lib chiqarsa bo'ladi mana. Yetmagan pasida oq qolib ketaveradi. Pasportga nisbatan bu ingichkaroq bo'ladi. Mana shunaqa katta-katta qilib chiqarib bersangiz ham bo'ladi. Mana. Bu ham xuddi shunday elektron variant mana. Saqlanib bo'lyapti, bu PDF'lik. Keyin hozir to'g'risini aytaman, bizda ishchilarimiz bor. Mana pasport ID karta tashisa bunday taxlab ham o'tirgani yo'q, to'g'risini aytaman. Chunki ID kartalar u istalgan rasm emas, masalan uzun rangli tiniq chiqsin ham demaydi. Hozir shogirdlarim masalan klient Telegramdan tashisa, telefondan tashisa, даже Photoshopga ham tashlab o'tirmayapti. Osonroq yo'lini ko'ryapman. ID karta keldimi? Shuna kiradi, ikon belgilaydi. Bitta pechatni bosadi. Hech qanaqa program emas, shuni просто pechat. Men programma просмотрga qo'yib qo'yamiz настройкаdan mana. JPEG-ni shu dastur ochiladi deymiz, bo'ldi. Shuni bosamiz, mana pechat chiqadi, bo'ldi. Mana belgini olib taylaymiz, o'zini uzoqligiga taxlaydi. Shogirdlarim keyin mana bunday qilyapti-da, 4 talka qo'yapti. Ko'rdingizmi? Mana oldi orqasi yonma-yon bo'ladi, uni tepa pasini farqi ham yo'q. Shuni printer tanlaydi. Masalan, A4 razmerga qo'yadi, buni aniq, chunki yarmiga chiqadi, standartga qo'yadi, prosta bo'lmaga qo'yadi. Bitta okta bo'lsa bo'ldi, mana shuni chiqib ketadi. Ikki nusxa kerak desa mana bunday qiladi. Shunday ketirilib qiladi-da. Pechatni bosadi yana. Mana uni yana 4 talka qo'yadi. Lekin bunaqasi yonma-yon qolyapti. Bunaqasi yonma-yon qo'yayotgan bo'lsa mana bunday qiladi. Ikkidan belgilab, masalan 01 deb nom qo'yib bo'ldi. Yana yonma-yon. Shunday kiradi. 4 talka kiradi. Mana. U bachalamda shunday kopiya ham qo'yib turmaydi, to'g'risini aytaman. Masalan, klient 2 lis kerak deydimi? Birdan sherda o'zida mana bu 4 talka qo'yadi-da, mana uni sonini 2 nusxa yozadi.
ikki nusxa yozadi. Mana o'zi bu yoqda avtomatik ikkita ham bo'lar ekan. Paftar bunaqa yomon tushib qolar ekan. Menimcha boya birinchi aytgan usulim qulay ekandan ko'ra. Yoki mana bunday qiladi, shogirdlarga to'g'risini aytaman, hech eslolmayman. Ikkitadan ko'paytirgan ular mana bunday pechat beraman menimcha. Ikki nusxa kerak deydimi? Birdan 4 talga qo'yadi, mana belgini olib tashlab pechat beradi. Yana shu ishni yana bir marta qiladi. Mana shu turish pechat beradi. Past kopiyalarda hatto shunday qilyapti hozir, oson yo'li. Oldi orqaga qo'yib turmay hujjatga. Shunday Telegramdan kelsa shunday belgilaydi. Pechatga kiradi, ikki talga qo'yadi bir listga. Shunday pechatni bosaveradi, o'zi chiqaveradi. Xohlasa qarang, bu ranglar agar klient oq qora kerak desa, mana parametrga kiradi-da. Mana bu yerda svойство printerga kirib, mana attena seriyaga qo'yib okni bosadi. Bu yerdan oq qora chiqadi. Ko'ryapsizmi? Oq qora kerak desa. Bundan keyin hamma rasmga oq qoraga o'tib qoladi, avtomatik o'tib qoladi. Ko'rdingizmi? Shu payt mana bu yerdan kirib, yana ranglar qaytarib qo'ysangiz bo'ladi, o'sha ranglar saqlanib qoladi. Pasport bilan ID kartalar ko'proq mana shunday chiqarib beramiz. Juda ham chiroyli qilib chiqaryapmiz. Ba'zi klientlar bo'lishi mumkin, masalan, o'zini razmerida chiqar desa, yana bitta yaxshi yo'li bor. Tashlab olasiz. Farqi qaysi tarafdan ko'proq mayli mana taraf bo'lsin desa ham, klient rasm bor tarafga kiradi. Va vizitga ikki tomonga bitta bosib qo'yamiz. Ctrl Shift F11 da. Enter bosamiz. Mana shunday qilib taqilib pechatga berasiz. Mana shu ID karta bilan menimcha bir xil chiqadi razmeri. Chunki ID karta bilan plastiklarda vizitkalar razmeri bir xil bo'ladi. 8 ta chiqa oldi orqa. Biza bu mana 8 ta dial chiqarib eng qulay shu pechatga beraman programma. Mana bu program prasmotorning programmamiz bor. Programmamiz o'sha Windows o'zining dasturi. Pechatga qo'yaveramiz mana. Eng qulay shu hozir bizga chiqarishga. Mana o'sha pasport bilan ID kartani chiqarish haqida qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tdik. Bizani kuzatishda davom eting.